Assalomu alaykum azizlar, bu videoni srochni ko'rmasanizlar bo'lmaydi. Goldni yana qamalishi mumkin. Gold video murojaat bilan chiqqan, qamamasliklarini so'rab, uy qamog'ida qoldirishliklarini so'rab video murojaat bilan chiqqan. Videoni ko'rishingizni so'rayman, kommentariyaga yozib ketinglar. 4 ta farzandi bor ekan, qamalmasin deb bitta kommentariya yozib, like bosib videoni hashtaga jo'natib qo'yamiz, tegishli joylarga yetib borish uchun. Qanamasam ketdik, go. Qamalishim oldi ham video qilganman. Mana chiqib men sizlarga rahmat aytdim. Prezidentimni, xalqimni yana ham sizlarga iltimos qilib, yana ham sizlarga chiqaman. Blogerlardan yetib borsin prezidentimga, rahbariyatlarda men qolishligim. Farzandlarim yana O'zbekistonning bayrog'ini yuqoriga ko'tarishga. MMAdan birinchi marta chiqdim, birinchi marta MMAga. Alloh xohlamadi yutqazdim. Lekin men kulachga, moyta isman. MMAni ham shug'ullanaman-da, men shunaqa qaytmayotgan bo'laman. Bayrog'imni yuqoriga ko'tarib, qanaqa O'zbekiston